Gugurtimiz mana shu Gentragacha ko'tariluvdi. Bizga bugun yo'ldaligimizda telefon bo'lib qoldi. Toshkentga kirishdan oldin Gentrani men yana ko'taraman deyishyapti-da. Nimaga ko'tarishar ekan? Samarqandlik akalar kelishyapti, bizga ham qizuv. Nima bo'ladi endi? Azim aka, anu bola hazillashmayaptimi? Bilmadim, lekin to'g'risi va shokdaman o'zim bor. Voy, yo siz yana nima qilyapsiz, aka? Yaxshimisizlar? Charchamadingmi? Oka? Aka o'zing siylida bo'lsa, tillamizni 40 millionga ko'targan odam. Yana ketdilar. Nima almashmoqchisiz? Birinchidan, mana bu birinchi videodan keyin borib Timuriy Taydida Samarqand tanishni boshladi-da, aka bu menga yoqdi. Ikkinchidan, aka Toshkentga ishlab kattaroq narsa bilan kirishlaringizlar uchun Samarqand nomidan keldim. Nima gapi bu? Toshkentga kirishdan oldin kattaroq narsa bilan kiringlar dedim-mi shu vosizlarmi? Aka, mana Gentra arzon emas. 9,5 mingga ko'tarib tashladi Namangan buni. Endi buni siz hop nimaga ko'tarmoqchisiz? Voy. Mana bu aka 10 ming, pochga. Pochga aka. Aha. 10. Aka mana bu 20. 12 ming. 12 ming o'rtoqlar, gugurt 12 ming dollarga tushib ketib qoldi. Rozimisiz? Aka, siz rozi bo'lsangiz bo'ldi, 5 oling. Gap yo'q lekin haqiqatdanmi Gentra bor-ku. Moshni ekan rostdan. Bazaga minib keldi-ku. Haydasangiz ham mabodo-yu. Sotib olsangiz ham endi o'zingiz bilasiz, mulk sizniki. Lekin Timuriyda yorvordi ishon. Bizni Toshkentga kirib kelyapmiz, ko'ramiz endi mana shu 12 ming dollar nimaga ko'tariladi? Nima bu? Samarqand bu, aka. Samarqand.